Ana endi aziz do'stlar, 4-qadamimiz tomchilab sug'orish sistemasini o'rnatish hamda pavloniyalarda oralig'i masofasi qanaqa bo'lishi kerak. Xo'p, birinchi o'rinda tomchilab sug'orish sistemasini qachon o'rnatishimiz kerak? Plantatsiya tashkil qilayotgan paytimizda navbati qachon keladi? Xo'p, yerda dilina baza qildik, yerda tekisladik, plukladik, ana undan keyin dilina baza qildik. Dilina baza qilgan paytimizda yerimiz tekis holatga keldi. Ana o'shanda tomchilab sug'orish sistemasini asosiy liniyalarini, yer ostida qoladigan liniyalarini yer ostiga ko'mib olsak, juda ham yaxshi ish bo'ladi. Chunki yer tekislik paytida oraliq masofalarini ham, pavloniyalarda oraliq masofasini ham tashkil qilib, qayerga tomchilab sug'orish sistemasi o'rnatiladi, necha metrda bo'ladi uzunligi, hammasini chiqarib o'tirib, keyin asha dilina bazadan keyin yer tekislik holatida o'rnatib olinadi va oraliq masofalari ham chiqarib olinadi. Oraliq masofasi qanaqa bo'lishi kerak? Pavloniyani. Xo'p, eniga oladigan bo'lsak, 5-7 metrgacha. Nima uchun keng tashlayapsiz deysiz? Videoni oxirigacha ko'rsangiz, buni ham tushuntirib o'taman. Xo'p, demak, oraliq masofasi 5-7 metrgacha, hatto 8 metrgacha qoldirishingiz mumkin. Ana undan keyin qator oralig'ini bo'ladigan bo'lsa, 3 metr yoki 6 metr qilishingiz mumkin. Agar 3 metrga qilgan bo'lsangiz, sal to'sin bo'lgan paytida kesib sotib yoki material bo'lgan paytida kesib sotib pul qilishingiz mumkin. Keyin orasini ochib olsangiz, xo'p, 6 metrga bag'i 5 yoki 7 metr bo'lishi mumkin bo'ladi. Orasi kengroq bo'ladi. Nima uchun kengroq bo'lishi kerak? Biz oldin terakka o'xshab bu ham har 1 metrga eksak, terak o'zi 2 metrga 1 metr qilib ekaversa ham o'saveradi. Plantatsiyalarda ko'rganman, plantatsiyalarda 2 metrga 1 metr, 3 metrga 1 metr, 4 metrga 1 metr ekishadi, terak bo'laveradi. Lekin pavloniya unaqa emas ekan. Pavloniyani kuzatishimizga qaraganda, ko'chalarda ko'rgan bo'lsangiz, pavloniyalarda shoxini ham tegishmagan, butashmagan, tez semirib ketyapti. Pavloniyaga qanaqa sharoit qilib berishimiz kerak? Pavloniyani ekamiz, bir 3 metr o'sganda shoxini 3 metrgacha olamizda, 3 metrdan keyin qo'yib beramiz. Shoxini atrofiga yayib, ko'pgina bay chiqarib, bargi qanchalik ko'p bo'lsa, shoxi qanchalik ko'p bo'lsa, shunchalik tanasi semirar ekanda. Bizga unaqa 20 metrli, 15 metrli material kerak emas ekan pavloniya. Agar biz 20 metr, 15 metr qilamiz desak, buni shoxlarini olib, pavloniya o'smas ekan, o'sishdan shuni to'xtab qolar ekan. Shuning uchun e'tibor beringlar. Pavloniya 3 metr bo'lishi bilan uje shox atrofidagi shoxlarni olmanglar. Chunki uni barglari, shoxlari bay chiqarib beradi, barglari suvni оборот qilib beradi. Suvni aylantirib o'sha suvni tomiridan oladida bargidan ispariniya qiladi. Shu paytda o'ziga kerakli oziqani olib qoladi va tez semiradigan holatga keladi, xudo xolasa. O'shuning uchun orasini 5-7 metr, qo'rqmasdan 5-7 metr qilib yuboringlar. Bu tomonini yo 3 yo 6 metr qilib yuboringlar. 6 ga 7 bo'lsa ham bo'laveradi. Xudo xolasa o'sha natijani beraveradi inshaalloh materiali. O'shuning uchun shunaqa qilamiz. Oraliq masofasini demak tushuntirib berdim, qanaqa qilishimiz kerak. Ana endi tomchilab sug'orish sistemasini qanaqa qilishimiz kerak? Birinchi yili pavloniyani mana shu joyiga ekishni rejalashtiryapsiz. Endi buni ikkala tarafiga tomchilab sug'orish kapilnisa berishni hisobini qilish kerak. Mana bularimiz daraxtlarimiz, buni ikkala tarafida mana bu liniya ketish kerak. Bu liniyani uzunligi 100 yoki 130 metr bo'lish kerak. Undan oshig'iga, masalan, kimdir 200-300 metr qilib yorishadi, oshig'iga mana suvni tashab bera olmay qoladi. O'shuning uchun 100 metrdan 130 metrgacha maksimal. Mana shu suvni bemalol boshidan oxirigacha suvni bir xil tashab beradi. Keyin tomchilab sug'orish sistemasini o'rnatayotgan paytingizda kelishib oling. Mana bu burchakdan mana bu burchakgacha ikkala burchakdan o'lchaymiz. Masalan, bu yerda 5 litrni 1 soatda to'ldirsa, bu yerda ham 5 litrni 1 soatda to'ldirish kerak. Ikkala joy bir xilda suv tashab berish kerak. Mana shunda hamma daraxtlaringiz bir xilda suv ichadi.
Shuni hisobini tomchilab sug'orish sistemasini o'rnatayotgan paytingizda mutaxassislar bilan kelishib olinglar. Mana shu burchak bilan mana shu burchakni men idish qo'yib o'lchab olaman. Agar bir xilda chiqsa, keyin mana bu shartlarni qilamiz deb kelishib olsalaringiz yaxshi bo'ladi. Ana endi aziz do'stlar, xo'p, demak biz dilina bazadan keyin sentralniy turbalarni yerga ko'mib oldik. Ko'mib olganimizdan keyin endi mana bu Pavloniya ekadigan qatorlarimizni ham aniqlab oldik. Aniqlab olganimizdan keyin mana shu qatorlarga ishlov beramiz, chizilmolar qilamiz. Undan keyin agat olamiz. 70li agat eng zo'r agat hisoblanadi. O'sha mana shunday agat bo'ladigan bo'lsa, bu arada o'rtasidan bu arada o'rtasigacha rassomchilikdan zo'r emasman. Xo'p, mana bu yerga Pavloniya ekiladi. Xo'p, 70 bo'lish kerak. 70 sm. 70li agat bo'lsa yaxshi. 60li bo'lsa ham bo'laveradi, lekin 70 yaxshiroq. 80 sal kattalik qiladi, 90 yana ham kattalik qiladi. Shuning uchun optimal varianti 70 sm hisoblanadi. Demak, mana bu yerda 70 sm agat olamiz. Ana undan keyin kapilni sistemamizni birinchi yili bitta tortib tursak ham bo'ladi. Ikkita tortsa yana ham yaxshi, ikkala tarafdagi tomirlarga yaxshilab suv beradi. Xo'p, agar keyingi yili mana birinchi yili bir dona kapilnisi tortdik. Undan keyingi yil yana bitta qo'shdik, ikki tomondan suv beryapti. Endi 3-yili nima qilamiz? 3-yilidan boshlab mana bu yerlarga ham tortamiz. Kapilni sistema. Sababi mana buni tomiri, mana daraxt tomiri mana shu yerlarga ham kelgan bo'ladi. Mana bu yerlarga ham kapilni sistemasini tortish kerak bo'ladi. Hamma joyda nam bo'lsagina daraxt erkin hisoblanadi, erkin bo'ladi va tomirlari har tarafda yurib ozuqani terib, o'zini oziqlantirib semirishi juda ham tez bo'ladi inshaalloh. O'shuning uchun demak, birinchi yili bir qator yoki ikki qator, ikkinchi yili обязательно ikki qator, uchinchi yili mana bu oralarga ham tomchilab sug'orish sistemasini o'rnatish kerak bo'ladi. Shunda yeringizni polniy namlashga imkoniyat bo'ladi va daraxtlaringiz hammasi bir xilda chiroyli o'sishiga imkoniyat bo'ladi. Endi tomchilab sug'orish sistemasini o'rnatayotgan professional ustalarga mana bu narsalarni tushuntirib berishingiz kerak bo'ladi. Iloji bo'lsa mana shu videoni ko'rsatsalaringiz, xudo xolasa bir qator ko'rib, mana shu bo'yicha kapilni sistemasini o'rnatishadi. Mana bu sentralniy turba, mana shu turbadan mana shu hamma yerni polniy namlash uchun yetadigan suv bo'lish kerak mana shunda. Agar bunda suv kam bo'ladigan bo'lsa, mana bu nimalarga oraliqlarga mana ularni qo'shgan paytingizda tizimda suv yetmay qoladi. O'shuning uchun mana shularni ham hisobini olgan holatda mana bu sentralniy turbalarda o'rnatishlari kerak bo'ladi aziz do'stlar. Xudo xolasa oraliq masofasi bo'yicha tushunarli ma'lumot bo'ldi shekilli deb o'ylayman. Ham tomchilab sug'orish sistemasi bo'yicha ham tushunarli ma'lumot bo'ldi shekilli deb o'ylayman. Imkon boricha qo'ldan kelgancha oddiyroq, soddaroq tilda tushuntirib berishga harakat qilyapman aziz do'stlar.